Nega kuchli ayollar yolg'iz bo'lishadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Aslida ayol ojiza va zaifa xilqat. Lekin yo'qotishlardan, qo'rqishlardan va voz kechirish va tashlab ketilishi bilan qo'rqitilgan ayol bora-bora o'zini kuchli ayollar safiga majburan qo'sha boshlaydi. Va bunday ayollar bora-bora hech narsadan qo'rqmay qolishadi. Ba'zida keskin fikrlaydigan ayollarni ko'rsak, qo'rqib ketamiz. Lekin uning o'tmishiga va yoki hayotiga nazar solsak, uning hayotda ko'rgan kechirganlari uni mana shu holatga olib kelganiga guvoh bo'lamiz. Ayolni nozikligini saqlash uchun uni yelkasidagi muammolarni yechishga yordam berish kerak.